Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Ba'zi sabablarga ko'ra men deyarli 3 oy, ya'ni 80 kunga YouTube'dan yiroqda bo'ldim. Bunga o'qishim sabab bo'ldi. Va yana ko'rib turganingizdek azizlar, men yana qaytdim. Bu esa comeback'ni anglatadi. Bugungi videoda biz shu olmosli joylarda yashab qolishga harakat qilishimiz kerak. Bu joyda 100 kungacha yashay olamanmi yo'qmi bilmayman. Birinchi o'rinda biz qishloq topishimiz kerak. Mana topdik ham. Hozircha meni yonimda kompyuterim yoki notebookim yo'q. Shuning uchun telefonda video qilishga majburman. Lekin videolar qiziqarli bo'lishiga va'da beraman. Hammangizga va'da beraman. Birinchi bo'lib biz daraxt chopishimiz kerak. Qanunda ketdik. Let's go. 80 kun. Bu achinarli darajada yomon. 80 kun sizlar bilan bo'lmadim. Oxirgi videoyim 25-kuni iyun yoki iyul kuni qo'yilgan bo'lishi kerak. U ham short video. Shuning uchun hozir videoni uzoqroq qilishga harakat qildim. Endi hozir birinchi bo'lib biz nima yasaymiz? Tapor. Biz keyin temir golemni o'ldirsak, bemalol yetarlicha olmos yig'ib olsak bo'ladi. Shu yerda turibdi. Hop. Mana. Yo'q. Urish kerak. 1 2 3 4 5 nimaga urilmayapti? 5 6 7 8 9 10 va bo'ldi. Meni sog'inganmisizlar yo'qmi bilmayman. Lekin keyingi videolar ancha sifatli va qiziqarli bo'lishiga men sizga 100% kafolat va va'da bera olaman. Hozir bizga kerakli narsa bu temir kirka. Bu haqida o'ylab ham o'tirmaymiz. Tezda tashqariga chiqib olmoslarni kovlashni boshlaymiz. Birinchi olmos blok menda. Biz ko'proq olishimiz kerak. Chunki bizga hali bu olmos bloklar kerak bo'ladi, lekin ular har yerda olmosdan anchagina muammo bo'lmaydi. Muammo bo'ladigan resurs bu nima bo'lishi mumkin? Ovqat bo'lishi mumkin, lekin qishloqlarda ovqatning muammosini hal qilsa bo'ladi. Lekin olmosli dunyo yaratganimda qishloqlar kam chiqar ekan, shunisini ham o'ylash kerak. Keyingi videolarda balkim ukamning serverida o'ynarman. Siz albatta buni ko'rishingiz kerak, juda qiziq bo'ladi. Ukamga prank sifatida mashhur youtuberlarni niklaridan ham kirib ko'ramiz. Masalan, Vembo, Dream, Technoblade nikidan ham kirib ko'rsak bo'ladi. Asosiysi u bizligimizni bilmasligi kerak. Wow, endi menda full olmos kiyim bor. Bu yaxshi. Menimcha boshqa qishloq topish vaqti keldi.
Birinchi bo'lib ozgina yana ovqat topishimiz kerak. Lekin ovqatdan ozgina muammo bo'lishi mumkin, boshida aytganimdek. Lekin bu yerda juda ko'p hayvonlar bor ekan. O'yin boshlanishda menimcha ovqatdan muammo bo'lmasa kerak. Yo'q, men hozir nima qildim? Yo'qol bu yerdan. Men cho'chqa go'shtini yemayman. Men halol odamman. Men faqat qo'y va mol go'shtini iste'mol qilaman. Bitta xolosmi? Mayli. Keyinchalik yana ko'proq ovqat to'playmiz. Hozir men buni o'ldiraman. Hayır. Bu yerda yana bitta sigir bor, uni ham olamiz. Endi hozir bizga nima kerak? Albatta bu qalqon. Qalqonsiz ancha qiyin bo'ladi, shuning uchun yasab olish kerak. Okey, endi nima qilishimiz kerak? Boshqa qishloq topishimiz kerak va u yerda temirchining uyi bor deb umid qilishimiz kerak. Kechqurun tushishdan xavotir olmasak ham bo'ladi, chunki kravatimiz bor. Qani bolta bilan jang. Bu vaqt 80 kun davomida men video qo'ymagan bo'lsam ham ancha mahoratlarim oshgan. Buni bir oy davomida sezishingiz mumkin. Shorts videolarimda ko'rishingiz mumkin. Bu kartoshkani yo'qolsin. Men bir marta adashmasam Dreamning mashhur harakati tepadan sakrab qulayotganda qayiq yasab tushganini ko'rgandim. Uni o'zim ham sinab ko'rmoqchiman. Yaqinda videolarda bo'ladi shu harakat. Ko'ramiz agar biz uddalay olsak. Judayam ajoyib bo'lardi, chunki Dream uni kompyuterda qilgan. U kompyuterni narxini ham bilmayman. Men oddiygina telefonda qilib qo'ysam, lekin Dream kasalxonaga tushmasa kerak menimcha. Anig'ini bilmayman. Ko'pchiligingiz buni qilishimga ishonmasligingiz mumkin. Lekin men o'zimga ishonaman va buni qilaman. Sizga aytgandim, oddiy flat world bo'lganda hozirgacha 10 ta qishloq topgan bo'lardik. Lekin hozircha birortasi ham ko'rinmayapti. Boshqa qishloq. Ishqilib o'sha men birinchi bo'lgan qishlog'im bo'lmasin. Yaxshi, men bu yerda ozgina uxlab olishga qaror qildim. Hop, bu qishloq emasmi? Yo'q, u qishloq emas, to'g'rimi? Bu yerda ozgina kuchayishimiz mumkin. Non. Bu bizga ancha kerak bo'ladi va kravat ham. Nimaga men oddiy taxtani tepaga qurib chiqish uchun ishlatishim kerak? Agar shuncha olmosim bo'lsa, to'g'rimi? Kim fikrimga qo'shiladi? Qoch. Men ingliz tili mahoratlarim ham ancha oshgan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir oxirida bitta shorts qilgandim ingliz tilida. Shuni ko'rishingiz mumkin. You can see that. Yeah, really. Take them all. Yeah, I know English good. Kommentlarda challenge'lar qoldirishni unutmang. Balkim sizning challenge'ingizni men qilarman. Albatta urinib ko'raman.
hamma challenge'larni qilishga. Balkim menda g'oya bor, shu atroflarga uy qursak, temirdan muammo bo'lmaydi. Olmasni gapirmay qo'yaveray. Dirt bloklar bor. Demak, biz yaqin atrofga uy qursak bo'ladi. Daraxt fermasi ham qilsak bo'ladi. Ammo birinchi navbatda bizga ovqat kerak. Kechirasan do'stim. Oddiy qo'ldan tezroq sindiradganga o'xshardi qilich. Lekin unday emas ekan, balkim eskiroq versiyalarda shunday bo'lgandir. Men hozir nima qilaman? Chelak yasayman. Bu yerda cheksiz suv bor. Xohlaganingizcha olsangiz bo'ladi, hech kim indamaydi. Golem ham so'kib bermaydi sizni. Hop. Birorta uyni yaxshilab o'shanga joylashib olsam ham bo'ladi, lekin qaysi uyni tanlashim kerak? Men o'zim mana bu uyga joylashgan bo'lardim. Loyalty. Yo'q, hozircha bu bizga kerak emas. Bu yerni bunday qilib qo'ysak ancha chiroyliroq ko'rinardi. Hop. Bu yerga qayerga kravatimni qo'ysam bo'ladi? Yo'q, bu yerga bo'lmaydi, baribir shu yerga ekan. Va mening crafting table'im shuncha olmasim bor ekan. Bir narsa qilmoqchiman men. Bu videoda emas-ku, boshqa qismlarida biz ancha narsani olmasdan quramiz. Hozir mana bu fermani hamma daraxtlarni chopib, o'rniga olmos qo'yib chiqaman. Shunda ancha chiroyliroq ko'rinardi. To'g'rimi? Agar mening fikrimga qo'shilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Balki men ham bir kun o'zimni serverimni ochib qolarman. Ozgina qochib turing, iltimos janob. Qo'yishga ulgur. Keyin oramizda Oripov Play kanalini ko'radigan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Agar siz YouTuber bo'lmoqchi bo'lsangiz, men ham omadli bo'lib ketganimda sizning kanalingizni reklama qilib berishim ham mumkin. Chunki men shaxsan o'zim Oripov Play'ni juda yaxshi ko'raman. Uni videolarini sevib tomosha qilaman. U juda kulgili. Oripov Play ham Minecraft o'ynaganda yaxshi bo'lardi. Lekin mayli, taqdir taqozosi ila Oripov Play'ga Minecraft o'ynash nasib qilmagan ekan. Keyin VR Zona kanalini ham ko'rib turaman. U kanal ham juda qiziq. Ayniqsa videolarni sifati, kulgililik darajasi bilan Nobel mukofotini bersa ham bo'laveradi. Yaqinda qo'yilgan yangi videoga lekin hech qanday gapim yo'q. Nomini ham eslolmayapman. Okey. Bitta chest yasab qo'ysak bo'laveradi. Men bir narsa haqida o'ylab qoldim. Nega bizda shuncha olmos turib, uyimizning nimasi desam bo'ladi? Poli taxtadan bo'lish kerak ekan. Biz uni bemalol olmosga aylantirsak bo'ladi. To'g'rimi? Balkim bu yo'llarni ham
Bu yerini ham sindiramiz. Yo'q. Yo'q, bu yerini ham sindirib qo'yaveramiz. Ana endi ancha chiroyli bo'ldi. Xo'sh, janob, siz nimaga bu yerda yotibsiz? Uyalmaysizmi birovning karavotida yotgani? Hop, men bu qishloqni sehrgarga aylantirmoqchi edim, lekin ikkinchi urinishdayoq natija. Bu degani biz hozircha ozgina izimrud to'plashimiz kerak. Buning yo'li oson, shunchaki fletching table kerak. Lekin yo'q, bor ekan. Men endi afsuslanishga tayyorlanayotgan edim. Fletching table'da o'tgan safargi qishloqda qoldirib kelgan bo'lsam deb. Sotyapti. Yaxshi, bu yerni shunchaki bekitib qo'yamiz. Endi stik yasaymiz. Bu yetarli bo'lmaydi. Lekin hech bo'lmasa 8 tagisiga yetdik-ku. Hozircha bularga ko'zalaytirmay turamiz. Chunki bizga hozircha emerald o'zimizga ham kerak. Agar menda ko'proq izimrudlar bo'ladigan bo'lsa, deyarli ovqatdan muammo ham bo'lmaydiganga o'xshaydi. Yana bitta daraxt o'sibdi. Bu daraxtni kattaligini qarang. Shunchaki shu bloklarni tepaga qurib chiqsam, eng tepasiga chiqib olaman. Keyin yana bitta muammo bor. Bu muammoni siz ham tushungan bo'lsangiz kerak. Bu muammo qurollarni kuchaytirish haqida. Daraja mayli, uni topsa bo'ladi. Lekin anvil bu asosiy muammo. Anvil asosiy muammolarimizdan biri. Buning uchun biz ko'plab iron golemlarni qurboniga aylanish o'limiga sabab bo'ladi bu xullas. Kechir meni do'stim. Iltimos kechir. Va bizda 5 ta. Bu yetarli emas. Yaxshi ham emas. Yomon, not good. Buni shunchaki sandiqqa solib qo'yamiz. Okay. Men videoni ozgina kesib turaman. Kerakli resurslarni yig'ib olish uchun. Hop, ozgina kuting. Bu mendan soatlab olishi mumkin, lekin sizdan 2 soniya ham olmaydi. Mana soatlab urinishlardan so'ng bu esa natija. Buni natija desa bo'ladi. Birinchi o'rinda biz anvil yasashimiz kerak. Anvil.
Yaxshi, 3 ta bu yerga va 4 ta bu yerga. Va anvil. Sen men bilansan va nihoyat buni qayerga qo'ysam bo'ladi? Balki bu yerga. Va hamma overclocklarimizni stiklarga aylantirish vaqti keldi. Ba'zi narsalarni bu yerga solib turamiz. Ortiqcha joy olyapti, baribir ular mendan. Olmasa ham solamiz. Va menimcha bu yetarli. Okey, qayerga borishimiz kerak? O'ylaymanki, u o'lib qolmagan. Va yaxshi shu yerdamisan. Sening menga hali juda katta foydang tegadi, do'stim. Seni Minecraft olamidagi eng boy qishloqiga aylantiraman hali. Bitta yo'q, chiqib qolma. Yaramas. Endi uni qishloq bo'ylab 1 soatlab qidirib yurishimizga to'g'ri keladi. Yo, salom do'stim. Bu yerga buni qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Nima qilyapsan? Okey. Bularni hammasini solib qo'ysak ham bo'laveradi. Joy yetmay ham qoldi. dona. Do'stlar, shu joyda videoni tugatishga majburman. Vaqtim bo'ldi mening. Keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lish va like bosishni unutmang. Hammaga xayr. Oh, nice diamonds. Let's mine them down. Oh no, I'm not idiot. Let me just place 2 blocks up, and now here we are. Okay, we have got 2 chances. A lot of diamonds and my wolf. Okay, it's nice to see that we can choose both. Alright, time to get my diamonds. And my dog. Oh, finally I found the portal room, and I'm really excited to kill the Ender Dragon and back the overworld with Dragon Egg. Okay, just place these blocks. Oh, no, I'm not idiot. First I need is to put my respawn point here and just go through the portal.